Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Medvedchukning aytishicha, Zelenskiy kelajakdagi saylovlar oldidan raqiblarini yo'ldan olib tashlamoqda. Taqiqlangan Oppozitsion platforma Hayot uchun partiyasining sobiq yetakchisi, boshqa Ukraina harakati kengashi raisi Viktor Medvedchukning bayonotiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy kelajakdagi prezidentlik saylovlarida unga raqobatchi bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslarni yo'ldan olib tashlashni boshlagan. Bu saylovlar soxtalashtiriladi degani. Avvalroq Ukrainaning sobiq bosh vaziri Nikolay Azarovning xabar berishicha, Zelenskiy ofisining yangi rahbari Kirill Budanov hamda Ukrainaning sobiq qurolli kuchlari bosh qo'mondoni, hozirda Ukrainaning Londondagi elchisi bo'lgan Valeriy Zaluzhniy so'rovlar natijalariga ko'ra, gipotetik saylovlarda Zelenskiyni yutib kelishayotganini aytgandi. Budanov ilgari Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi rahbari lavozimidan ozod etilib, Andrey Yermak o'rniga Zelenskiy ofisi rahbari etib tayinlangan. Endi legitimligini yo'qotgan Zelenskiy potensial raqiblarini yo'ldan olib tashlashni boshladi. Masalan, prezidentlik reytingi yuqori bo'lgan Budanov Yermak o'rniga tayinlandi. Raqamli transformatsiya bo'yicha birinchi bosh vazir o'rinbosari Fyodorov ham xuddi shu maqsadda mudofaa vaziri lavozimiga o'tkaziladi. Endi faqat Zaluzhniyni joylashtirib qo'yish qoldi. Shunda u prezidentlikka intilish istagi va imkoniyatidan butunlay ayriladi. So'ngra hokimiyatda qolish uchun saylovlarni soxtalashtirish mumkin bo'ladi, deyiladi Medvedchukning boshqa Ukraina harakati saytida e'lon qilingan maqolasida. Dekabr oyida Zelenskiy fraksiyasi xalq xizmatchisi rahbari Davud Arahamiya Ukraina parlamentida harbiy holat davrida prezidentlik saylovlarini o'tkazish masalasini ishlab chiqish uchun ishchi guruh tuzilayotganini ma'lum qilgan edi. Guruh allaqachon 2 marotaba yig'ilish o'tkazgan. 3-yig'ilish fevral oyining boshiga belgilangan. Dekabr boshida AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainada prezidentlik saylovlarini o'tkazish zarurligi haqida bayonot berganidan so'ng, Zelenskiy saylovlarni o'tkazish uchun qonunchilikni o'zgartirishga tayyorligini bildirgan. U Oliy Radaga 60-90 kun ichida saylov o'tkazishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqishni topshirganini aytgan. Zelenskiyning prezidentlik vakolat muddati 2024-yil 20-mayda tugagan. 2024-yilgi Ukraina prezidentlik saylovlari harbiy holat va umumiy safarbarlik sabab bekor qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa dastlabki baholashga ko'ra Ukrainadagi yagona legitim hokimiyat parlament va Oliy Rada spikeri ekanini ta'kidlagan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.